Assalomu alaykum. 2 kundan beri Moskvada 16-kuni o'ldirilgan yosh go'dak Qobiljonning videolari chiqib, butun dunyo larzaga keldi-da. Hamma ko'rgan bo'lsa kerak. 2 kundan beri ko'rib, shu tomog'imga bir narsa tiqiladi-da. Bugun ishga borolmadim-da. Nimaga? Ijtimoiy tarmoqlarda TikTok, Instagram, YouTube hamma yoqda shu Qobiljonning videosi. Yosh go'dak ishga borolmasdan hozir turib endi bet qo'limni yuvib yana Instagramga kirdim. Kirsam bitta video chiqib qoldi yana. Bitta akamiz aytayapti, bloger akamiz. Bozorda bitta ot sotgan insondan qassob so'ragan ekan. Otingni nima aybi bor? Aytgan, men qassobman, borib so'yaman deganda, hali ot sotgan inson aytgan ekanda, otimi o'pkasi teshik. Xo'p deb olib borib so'ysa, haqiqatan o'pkasi teshik chiqqan ekan. Oradan bir oycha vaqt o'tgandan keyin haligi qassob ot sotgan insonni ko'rib, "Ey, avliyomisan? Rostdan ham o'pkasi teshik chiqdi. Ayt, qayerdan bilding?" deganda, haligi inson aytgan ekan, "Bu otimni bolasi o'zini ko'zini o'ngida ko'z oldida o'lgan edi. Farzand dog'ini ko'rgan har bir mavjudotda o'pkasi sog' bo'lmaydi" degan ekanda. O'zimga kelib endi turgan paytimda shu video chiqib qolib, ta'sirlanib yana ham boshqacha ta'sir qildi-da menga. 1 yildan ortiq vaqt bo'ldi. O'zim ukam ham avtohalokatda vafot etgan edi. Onam esimga tushib ketdi-da. Hech qaysi ota-ona farzand dog'ini ko'rmasin ekan. O'zim ham hozir musofirdaman. Onasiga sabr tilaymiz. Qobiljonda u yosh bola edi-ku, go'dak edi-ku. To'g'risi erkak kishi bo'lib, endi erkak kishi ko'p erkak diydasi qattiq bo'ladi. Mana shu yoshga kirib, Ahmadli ukam o'tganda bir qattiq ezilgan edim. Shu Qobiljonni oti ham yomon, boshqacha ta'sir qildi-da. Ota-onasiga sabr, onaga, otaga qiyin bo'lar ekan-da. Joy jannatda bo'lsa iloyim.